Bugungi jarayonimizda, fonatikamizda mana bunday jiyakni do'ppiga tikish jarayonini ko'rsatib beraman. Bu asosan do'ppini sifati va asosini keltirib chiqadi. Buni tikish jarayonida jiyak tortiladi. Mana bunday nima tortilmaydi. Do'ppi tortilmaydi, chunki bir-biriga o'shanda moslashadi. Juda ham mayin olish kerak. Bo'lmasam sirtilib yoki buzilib qolishi mumkin. Jiyak yopishtirilgandan keyin bunga astar o'lchanadi va astari ham tikiladi. Jiyakka o'tkazish uchun o'sha 60, keyin 80 iplar ketadi. Jiyak 3 xil nimada tayyorlanadi. Biri pilla hamda oddiy ipaklardan ham tayyorlanadi. Hozir tikib kelayotganim bu oddiyroq jiyak hisoblanadi. Tikish jarayonida juda ham zich va sifatli tikish kerak, chunki so'kilib ketmasligi uchun. Va juda mayda olinadi zaxm. Katta olinsa bilinib qolmasligi uchun ham shunaqa tikiladi. Mana bir-biriga tekis bo'lib, bir-biridan ortiqcha yoki kam bo'lmasdan joyida tikilib keldi. Mana tikilib bo'ldi. Bu mana shunday holatga keldi. Endi bunga o'lchov olinib, mana bunday metr astarlardan astar bichiladi, yani tikiladi. Mana shunday holatda kelgusi safar unisini ko'rsatib beramiz.